Assalomu alaykum hammalarga. Biz mana keyingi obyektlarimizga yetib keldik. Bu o'zimizni Andijonda Asakasiga. Hop, bu yerga 5 teshik, 2 dona rom, 7 ta общий eshik-rom MDFdan olib keldik. Endi videoga olishimiz sababi eshik-romdan oldin qay holatda, eshik-romdan keyin qay holatda o'zgarishini bir videoda живойni ko'rsatib beray deb sizlarga videoga olyapman, o'rnatilishlarini. Hop, bu mana eshik-romlarimizni kelish holati mana. To'shakka o'rab, chotki qilib olib kelamiz. Bu yeri qirilib, shilinib qolibdi, olib kelayotganda shilinib qolibdi degan narsa bo'lmasligi uchun akkuratnik qilib olib kelamiz. Mana shu yerdan olib chiqib, o'zimiz tashib, o'zimiz ustanovka qilib o'rnatib beramiz. Ustanovkasi ham quruq olib kelib, potir-futur qilib, pena qilib o'rnatilmaydi. Mana olib kelib, hop, обязательно lazerga qo'yiladi, penalanadi. Podves ham qatiriladi, oynaga germetika bo'ladi. Instrument oddiy shoshilib potir-futur qilib o'rnatilmaydi. Akkuratnik qilib, chotki qilib o'rnatamiz. Xudo xolasa syomkasini ham qo'yamiz. Bu video davomida bo'laveraman. Farqini solishtirasizlar oldingi va keyingi holatini. Hop, mana zakazlarimizni o'rnatib tayyor qilib oldik. Hop, mana endi tutgan holati. Hop, eshiklarimiz mana yopishib kelgan holat. Chekkalarida rezinka shumkalari bilan liniyasi, o'sha liniyalar. Buni laki pol matvi bo'lgan, unaqa yiltiramaydigan. Olasizlar glansli lakka beramiz. Yopilishlari mana rezinka bilan mana ovoz. Plankalarni ham mana rezinkasi ichidagi mana qora plastmassaga qo'yib qo'ydik. Podves bilan o'rnatdik. Quruq penimiz ham pena, ham podves. Endi buni sizlarga men orqali zazorlarni ko'rsatib beraman. Mana. Bundan keyin zazor mana liniyasi. Biri katta, biri kichkina ochilmagan, bir xilda liniyasi mana. Yonboshlarning liniyalari bir xilda. Pena ham bir xilda 1 yoki 1,2 sm, 1,2, 1,5 sm atrofida bir xilda kelgan. Derazamizni bu tepasi eshikdan baland bo'lib ketgan ekan. Tengsiz rom pasparat bo'lib qoladi deb tepa liniyasini bir xil qilib berardik. Keyin yuksak kartondan o'raveraman dedi. Romlarning ham liniyalari. Penalar chotki mana ochilib yopilishi. Ikki chekkadan ochiladigan qilib berdik. O'sha mashalarimiz. Xudo xolasa zo'r chiqdi. Mana yog'ochimiz penadan keyin olib tashladi, buni bilasizlar. Penasi xato bo'lgandan keyin. Mana bu liniyasi baland bo'lgani uchun eshikka teng qilib berdi, keyin uni yuksak karton olib teng qilib qo'yaman dedi. Xudo xolasa zo'r chiqdi bularimiz. Endi bularda pulga keladigan bo'lsak, общий summasi 13 million 300 ming so'mga osha-mosha zamogiyu, aynik hamma narsasi olib kelib, ustanovka qilib berishga to'g'ri bo'ldi. Pena, meni hamma narsasi o'zimizdan podveslarga qatirib, o'zimiz o'rnatib berdik. Bunimizni osha-moshalari qimmat osha-moshadan qo'yilgan. Buni osha-moshig'imizni bir donasi 13 ming so'm. Bu qimmatroq osha-moshiq. Eshikni bo'yi baland pramg'i yo'qligi uchun shunaqa osha-moshi qo'yib berdik. Eshikni u yoqqa tashlavermasligi uchun. Zakazsa bo'lsa, nomerimiz 99 607 69 olamiz. Bemalol telefon qilib bog'lana olasizlar. O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda MDF yog'och, akfa hammasini qilib bera olamiz. Xayr, salomat bo'linglar.